Assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi situatsiya haqida Saturn bilan Muhiddin Mamajonov orasida nima bo'lganini, nima uchun men bu situatsiyaga tushib qoldim, sizlarga harakat qilaman aytib berishga. Bugun obedda Muhiddin Mamajonov meni chaqirdi, biz birga trenirovka qildik, aylandik, ujinga bordik. Chiqqanimizdan keyin menga aytibdilar, Saturnga telefon qil. Men haqimda so'radiyapti. Okey, bu ishni men aralashtirmang. Kerak emas menga. Yo'q, qil, nima unaqa qilyapsan? Men so'ramoqchi edim, bir narsalarni men orqamdan gapiryapti, kimdirlarga senga ham gapirarmikan dedi. Men aytdim, aka, Xudo haqi dedim, sizni haqingizda yoki Amirxon yoki Humoyun akani haqida hech qachon menga orqalardan gapirmagan. Nabrot har safar maqtagan faqat menga sizlarni deganman. Telefon qil dedi. Men telefon qildim, Saturnga telefonni ko'tarmadi. Bo'ldi, telefon chekiga oldim, ko'rdingizmi aka, vaqti ham yo'q ekan gaplashishga. O'zi shunaqa bo'lib qoldi, qaroq telefonni ko'tarmaydi, javob yozmaydi, o'zidan ketib qolgan, bunaqa. Men aytayapman, okey, bunda problemalari bor. Rostdan ham Saturnni 125 millionlik problemasi bor. Men bergan 35 million ham yordam bermagan. Hozir problemasini reshat qilish uchun mana reklamalar qo'yyapti. Ha, men olib beraman, ha, men yordam beraman. No, u xullas yomon situatsiyaga tushib qolgan shu bola. Real yomon situatsiyaga. Men uni tushunaman. Qachondir men xuddi shunaqa situatsiyaga tushib qolganman. U hammasi figna, o'tib ketadi hammasi. Lekin biror marta menga Humoyun akani yoki Amirxon akani yoki Muhiddin akani yomonlagani yo'q. Uni tushuntirganman necha marta. Shu payt telefon qildi Saturn. Men aytdim, men ko'tarmayman dedim. Aka, meni aralashtirmang dedim bu ishga. Yo'q, ko'tar, sen ham bunaqa bo'lib ketyapsan, unaqa bo'lyapsan dedi. Aka dedim, bu noto'g'ri ish dedim. Meni aralashtirmayman bu ishga desam, yo'q, ko'tar deb yoningga o'tirib oldi, majburladi meni. Men telefonni ko'tardim. Yoningda kimdir bormi deb so'radi. Yo'q dedim, потому что menga Muhiddin aka shunaqa deysan dedi. Hozir men просто tak mana shu situatsiyada sababchi bo'lib qolyapman, tushunyapsizlarmi? Menga u nafi kerak emas edi. Men oralarda kimga yordam bergan, kim nima qilgan menga biz razniца. Men Muhiddin akamni, Humoyun akamni, Amirxon akamni akam sifatida yaxshi ko'raman. Saturnni do'stim sifatida yaxshi ko'raman. Men ularda har safar birga yuradi, do'st deb o'ylardim. Umuman bunaqa urushib yurib, orqasidan gap tarqatadigan odatlari yo'q edi bularda. Men bilmayman nima sababdan mana shu narsa boshlandi. Muhiddin aka bu звездный bolid ishlab qolgan deydi. Saturnning rostdan o'zining problemalari bor. Men juda katta yordam beraman Saturnga. Pul tomonlama, reklama tomonlama, вообще hamma tomonlama. Hozir shunaqa situatsiya bo'lyapti, что как будто planday bo'yicha narsani meni hozir anaqa qilganda sababchi qilgan. Ayniqsa meni chaqirib, Saturn menga 100% javob beradi. Telefon qilganida so'kishi mumkin, unaqa qilishi mumkin. Saturn telefonni ko'targanda ularni so'kkani yo'q. Bekor zapis qilinmabdi, boshqa telefonim edi. Zapis qilinganda qo'yardim. Saturn hech kim so'kkani yo'q, Muhiddin akam bunaqa degani yo'q. Telefonda aytildi. Men anaqaga bormoqchi emasman, Saturn aytdi. Men Tailandga bormoqchi emasman. Nima Toshkentga kelmayapsan? Kelmasa qilib aylanamiz dedim. Yo'q, Toshkentga borsam hozir zaybal qiladi akalarim dedi. Akalarim demadi, anular dedi. Zaybal qiladi dedi meni. O'sha narsani eshitib hozir Muhiddin aka xafa bo'lyapti. Men aytdim Muhiddin akaga, mayli, Saturn yoshlik qilib qo'ydi. Rostdan ham gap gapirib qo'ydi. O'zi ham taniqyapti. Hozir Saturn ham o'zi uzr so'rab chiqqan. Yo'q, men gapirganim to'g'ri tushuninglar meni. Men asab dedim, rul dedim. Mana necha marta Muhiddin akaga aytdim, "Oka" dedim. E'tibor bermang dedim. Balkim rostdan asab dedi. Tim bo'li yoshlik u. Yoshlikda hamma shunaqa gapirishi mumkin. Tim bo'li bitta nonni yegansizlar, bitta joyga o'tirgansizlar, kerak emas bu narsa. Sababini tushunmayman dedim. Meni просто sababchiga chiqardi. Hozir endi kommentariyada o'qisam, Kurantil ko'rjalab, Kurantil bunaqa qilib qo'ydi, bunaqa qilib qo'ydi. Menga nima keragi bor edi? Muhiddin aka, meni shu uchun chaqirdingizmi ko'chaga?